Dadam. Assalomu alaykum. Originalni ko'rsataman. Bunyod Rahmatullayev. Qarang qanday ulg'aydi bu yigit. Ko'chada qolib ketdik. Bizni nega tashlab ketdinglar? 2009-yilda suratga olingan. 9 yosh. Va bitta kichkina sirni aytamiz. Yig'lamaginda kastingdan siz emas, yana bir ajoyib xonanda yigitimiz Izzat Shukurov o'tgan ekan. Shunaqa. Birinchi kastingda Izzat Shukurov yutganlar va keyinchalik ustozimiz marhum Shuhrat Abbosov qaytadan kastingda meni tasdiqlab olganlar. Nimaga tasdiqlaganlarini ham ayting. Nega Izzat Shukurovga bu rolni nasib qilmagan? Izzat akam endi Shuhrat aka Abbosovni, ya'ni aytishlari bo'yicha Izzat akamni o'sha ko'zlaridagi sho'xlik, shodonlik bu obrazda boshqacha bir aktyorni talqin qilardi. Shuning uchun Bunyodni ko'zidagi ma'yuslik bor, Bunyodni yana bir marta proba qilib ko'raylik degan bir fikrni oldiga surganlar. Rahmat demoqchi edik, xola. Hoy bola. Bittaga kim to'yadi? Endi ko'pchilik muxlislaringizga qiziq savol. Bugun nima bilan bandsiz, nega rol o'ynamayapsiz? Bugun ko'pchiligiga ma'lum, logistika sohasida ishlab kelyapmiz. Kinodan ketganimiz yo'q. Inshaalloh yaxshi obrazlar bo'lsa, yana kinoda rol ijro etamiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Bilinglar. Hoshimjon bilan intervyu.